Assalomu alaykum hammaga. Uyni ko'ryapsizlar. Yoqqan bo'lsa, birinchi bo'lib aytaman, bitta like bosib qo'yasizlar. Zohir aka, master ustalardan, mas xonadonimizni o'pshi go'zal qilgan siz bo'lasiz. Xudo xolasa aka, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berdik. Tashqari fasodlarini aka Milano fasonida qilib berdik. Bitta ko'rsatib qo'ying aka. Ichkarilarini ham bitta ko'raylik-da. Qani aka, kiraversinlar. Bismillah. Vah, mashalloh. Hammamizga nasib qilsin. Zohir aka, bu ichkarida ham Pondi Milano bo'ldimi aka? Ha, aka, bu devorlarimiz Pondi Milano bo'lgan. Nastoyashi tosh. Ha, aka, bu tabiiy tosh bo'ladi, tovlanishlari o'zgacha bo'ladi, chunki bunda har bitta tolasida zarra bor. Ya'niki kechqurunga fosfor bo'ladi. Kamera yetkazyaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin ko'rinishi xudo xolasa o'ta go'zal bo'lib chiqadi aka. Shunda patologda ham. Ha, aka, patolog qismlarini ham qilib berganmiz. Mana u siliflarni tagidan ham aka qilib berilgan, chunki betlarda aka yomg'ir, suvga chidamli qilib, chiroyli qilib berilgan. Fonni bu rasm sizlarga qarashli emas, Zohir aka, ochig'i siz hali ko'pchilik bolalar bor aka, chizib berishadi, chaqiramiz. Tanish bu alohida hisoblanadi. $50 dan $70 kvadratiga hisoblanadi bu. Ha, $50 dan $70 So'killarni ham sizlar qilgansizlar. Ha, so'killarni patolog qismlari bo'lsa ham qilib beraveramiz. Hozir shunda $14 dan 1 kvadrat metr hamma yo'q ichidami? Laser, skotch, material usta hammasi ichida aka. $14 dan pul sanab beradi xolos kvadratiga. Shunaqa. Ha, sizlarga просто obed qilib bersa bo'ldi. Yotoq joy bilan obed qilib bersa. Ha, yotoq joy sharoit qilib beradi endi. Qolgani hammasi o'zimizdan chiroyli holatda, moshniy qilib, xudo xolasa 15 yilgacha garantiyasini berib, cho'tkilab qilib beramiz aka. Hozir sizda faqat Travertin emas, Milano emas, hamma fasad qaysi hozirgi fasad qismi trendga chiqayotgan bo'lsa, hammasi qo'lingizdan keladi. Bor aka, durplaslarimiz bor, luchipetralar bor, trenddagilar hammasidan bor aka. Gap yo'q. Do'stlar, xonadonimiz bitta aylantirib ko'rsating, yoqqan bo'lsa, fasad qismlari, общий remonti bitta like bosib qo'yasizlar xonadonimizni. Juda ham o'zi Zohir aka proyektda ham chiroyli chiqqan ekan xonadonda. Maza qilib ish qildingizmi o'zingiz ham? Ha, tiyagalarni ham chiroyli qilib yopishtirib aka, qo'ldan kelgancha mehr berdik. Shunaqa Travertin Milano xizmat zarur bo'lsa, Zohir aka, master o'zi ko'rib turibsizlar bu xonadonni shunaqa chiroyli qilganlar. Pastga nomerlar yozib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Yoqqan bo'lsa yana bir marta aytaman, like, usta mehnatingizga gap yo'q. Qo'yil qoldim. Bitta like bosib ketasizlar. Akamga ham kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar.